Hammaga salom, sizlar bilan Abdulboriy va sizlar meni kanalimda sizlar obunachilar. Bugun biz sizlar bilan zo'r video qilamiz. Albatta video boshlanishidan oldin iltimos qilaman, pastga tushib like, obuna tugmasini bosh esdan chiqmasin. Chunki biz sizlar bilan juda ham mashhur bo'lgan video qilamiz. Ya'ni biz sizlar bilan bugun Robloxda Barryni qamoqxonasidan qochamiz. Albatta video qiziq bo'lishiga va'da beraman. Albatta video boshlanishidan oldin like, obuna bosib qo'yishni esdan chiqarmanglar. Chunki biz tezroq 10 ming ta obunachi bo'lishimiz kerak. Hop. Obunachilar bitta kiryapmiz o'yinga. Mana birinchi o'zi lehkodan boshqa variantimiz yo'q ekan, talashatdim. Qiyinidan ham qochalardim, bilasizlar. Qiyinidan ham qochiladigan odamlar bitta mana lesnitsadan chiqishni bilmayapti, ko'ryapsizlar mana. Da yo женщина, вы чё? Anu qizni deb chiqarmadi. Obunachilar sizlar Robloxda yaxshi o'ynayman. Robloxda professionalman, просто anu qiz asam. Bilasizlar, obunachilar hozir easy peasy qilib tashlaymiz hammasini. Tak. Bunaqangi bo'lsa, sakrab o'tiramiz. Obunachilar albatta bu juda ham qiziq videolardan biri. Albatta pastga tushib like, obuna tugmasini bosib esdan chiqmasin. Balki bu video oshib ketib, balki baland prosmotrlar yig'ib rekka chiqarmiz balki shu video orqali. Chunki sizlar bilaman, chunki meni obunachilarim qaysi YouTube kanallarida ko'rishni ham bilaman obunachilar. O'shaning uchun o'sha kanallarga o'xshash videolar qilishga harakat qilaman albatta. Albatta bu video ham qaysidir sizlar xohlagan, sizlar yaxshi ko'radigan gamerlar o'ynaydigan o'yinlardan biri bu ham. Da yo Bo'l kalit olamizda mana turaveramiz. Ha, obunachilar keldilaringmi? Hali endi ishoninglar, oddiy to'siqdan qancha o'talmadim men ham. Lekin bo'ldi bunaqangi. Men prosta ancha bo'lib o'ynamaganimga hayajonlanyapman endi. Endi uni privilegiat qilib o'zimizga va tugmani bosib olsak bo'ldi. Keyin tutib olsa qiziq emas bizga. Mana biz qo'rqinchli Barry. Semiz, yog'li, qo'rqinchli, xullas nima desedi, xullas o'shandaqa Barry. Sen моим пацаном уже надоело. Davay, qiz bilan poyga o'ynayapman va qizdan o'tib ketdim daji. Va bo'ldi. Bosdi gazini, bos jiyan gazini, bos. Sen dunyoni qo'lga olasan. Ko'rishim bo'yicha mana lapatga turibdi va lapatkadan 3 ta kabinkadan bittasi menimcha yerga qazib tushamiz. Uzr, kechirasizlar. Bo'ldi, shetdan tushib ketaveramiz. Ishladik. Офигеть. Shunaqangi ham jostki turma qo'yadimi-ya? Bu ham biladi. Qochib ketmasligimiz uchun bunaqangi narsalar qilib qo'yishdi. Barry ham. Albatta obunachilar shunaqangi Robloxda shunaqangi birorta joydan qochish, ya'ni ekstremal qochishlarda xohlasalar, ulguramiz, ketdik obunachilar, vaqa kirish hojati yo'q, tezda. Albatta obunachilar nima demoqchiman, sizlarga hozir bugunoq ko'ramiz. Pastga tushib tezda obunachilar mana 60 ta like yig'inglar mana shu videoga. Mayli, bilaman aktivimiz tushib ketgan, hozir like yig'mayapti, hech qanaqa obuna yig'mayapti, podpishchilar sekin o'ta darajada prosmotrlar aktiv xursand qilmayapti albatta. Lekin obunachilar sizlarga ishonaman, shu videoda 60 ta like bo'lsa, mana 60 ta like bo'lsa, yana shunga o'xshash qamoqxonadan qochamiz, ya'ni ekstremal qochishlardan qilamiz. Shunaqangi bunday o'ylab qarasam YouTube kanalimda unaqangi narsalar yo'q ekan. Bir marta maktabdan qochganmiz, o'shanda ham qancha bo'lgan.
7-sinfda boshida ekan o'sha obunachilar. Hozir bu 8-sinfda yarmida nima qilyapmiz? O'li, qop ketdi u. Zinalardan sakrab ketaveramiz. Boshladi. Hop. Obunachilar. Qiyin ekan lekin ispitaniyalar. Muhimi asabni buzadi. Ayniqsa mana shu joy asabimni buzadi ko'pincha. Menga normalniy vaqt kerak bo'ladi agar birinchi marta o'ynayotgan bo'lsangiz. Men birinchi marta o'ynayapman. O'rtoqlarim o'ynasa ko'raman, shu asabi buzilib o'ynash, shu joylardan mana shu o'tish qiyin deydi. To'g'riroq o'tish oson, endi bilish kerak-da. Hozir men ularga ko'rsatmoqchiman qanaqa o'tishni men aytaman. Qaranglar. To'g'riroq o'tish oson, endi bilish kerak-da. Hozir men ularga ko'rsatmoqchiman qanaqa o'tishni men aytaman. Bosdi. Daush. Yana bir marta turini ko'ramiz. Yana shu joyda yo'q. Sakradi. Va finalda yutqi. Muhimi finalda tushib ketmaslik kerak. Obunachilar sizlar bilmaysizlar, hozir kadrlar qancha qiyin bo'lganini bu yerdan o'tish. Endi men professionalman, endi baribir ham ancha o'ynab, endi ancha bo'ldi endi o'ynamagan, endi bo'lib turadi bu holatlar. Uni adashmasam to'g'ri yo'l borardi. Tak, mana chekkamni. Albatta videoga yana bir marta eslatib o'taman, obunachilar like, obuna bosib qo'yishni eslaringizdan chiqarmanglar. Qiziq zo'r videolardan biri bu albatta. Sizlar yoqtirgan videolardan biri. Men bo'lsa mana talik soatdan masi bitta zinani qo'ya olmasdan o'tiribman. Men endi 2 soat qo'ydim, yana boshqatdan. Eng yomon ko'rganim shunaqangi birorta joydan qochish obunachilar, bilasizlarmi? To'g'ri, qiziq bu albatta. Lekin men yerda o'ynaydiganlar jabr ko'radi bu o'yinda. Endi bu necha yildan beri o'ynab kelayotgan Roblox o'ynaydiganlarga bu problema emas, lekin misol uchun men Robloxda kamdan kam o'ynayman, o'shaning uchun qiynalyapman. Roblox o'ynasam ham bunaqangi ekstremal qochish bilan o'yinlar o'ynamayman, o'shaning uchun sal qiyinchilik bo'lyapti. Kommentariyada haterlik qilmaysizlar degan umiddaman buni o'ynashga va albatta sizlar xohlasalaring ko'proq buni videolar qilamiz va tajribamiz oshirishimiz uchun mo'jiza bo'ldi hozir. Tajribamizni oshirish uchun albatta va bunaqangi to'siqlardan qiynalmaslik uchun. Mana yerda buramiz va o'ynaydi ko'rdim pastda. Shamollab. Tushunishim bo'yicha anaqa gazli. Ilinib bo'lganimi? Ana tepada gazlar anaqa to'siqlik qilmaslik uchun anu gazlar biz shunaqangi qilib chiqyapmiz. Bo'ldi, ishimiz bitdi. Endi mana yerdan oson o'taveramiz. Boshlanishiga shu ham bo'laveradi, qochishdan keyin o'qituvchilardan, inagalardan, babushkalardan, pizzeriyalardan, hamma yoqdan qochamiz Robloxda agar sizlar bu videoda 60 ta like qilsalaring. O'shancha obunachilar xohlasalaring, xohlamasalaring, agar bunaqangi videolar yoqtirsalaring, pastga tushib like bosishga majbursizlar. O'shaning uchun pastga tushib like bosib qo'yishni eslaringizdan chiqarmanglar. Bu ham ana unaqalardan biri, eng qiynalgan ispitaniyalardan biri, bu ham. Nahotki bittada o'talsam. Tushunarli.
Yana bir marta urinamiz. Ay. Yana bir marta. Obunachilar, va nihoyat o'tdim. Necha yil deganda va endi anum bilan ya'ni poнял, tushunmadim. Tushunishim bo'yicha anunga kelamiz. Здрасте. Здрасте. Oy. Ma. Sen kimsan? Men Mister Buga tashash qilyapsan. Ko'rding, bittada o'ldirib yubordim-ku. Yo-mayo. Вот это да. Вот это я понимаю. Stop. Aniga borishim kerak aytgancha. O'l ketdi. Shunaqa kulgili nimalayapti mana bu. Voy, jicha. Qish ketib qoldi. Boshqatdan balki bunda o'zini o'nglab olish kerakdir, obunachilar, uchmasdan. O'zini o'nglab olishga harakat qilyapman va o'ngladim men. Vamos! Endi bo'lsa, to'xtanglar obunachilar. Mamlakatdan sakrab o'tishim kerak edi. Men hozir to'xtab bekor qildim. To'xtamaslik kerak edi nabarot. Mayli, boshqatdan sakraymiz va o'lamiz. Endi bo'lsa dumala bo'ldi. Bag'ga tegmayman, rolga o'zi uchirib yuboradi bizni. Hali endi roliga chiqib bu qildim, boshqaruviga. Endi bilasizlar, axirga nima bo'ldi va bo'ldi. Buni xatolarimiz to'zatildi desa ham bo'ladi. Rosa ko'p vaqt olyapti. Qachon o'zi chiqamiz? Bu qachon buni ispitaniyalar tugadi? Zerikib ketdim. Lazerlardan o'tish kerak ekan. Yo-mayo, obunachilar. Tezda bo'ldi. Bu yerdan o'tish uchun narsa olishimiz kerak. Albatta obunachilar, keyingi videoda qanaqangi video qilishim mumkinligini kommentariyga yozib ketasizlar, o'z g'oyalaringni. Agar g'oyalaring yoqsa, albatta video qilishimiz mumkin. Obunachilar, qaranglar, yana bitta sizlarga ideya aytaman. Mana 60 ta like yig'sak, qaranglar. Shunaqangi ekstremal nima ekan? Voydi! Nimaga bosdim u knopkani? Voy, qayerdan bilib, yana boshqatdan qo'yamanmi? Voy, mana birinchi marta Roblox o'ynashsanga, mana birinchi marta shuna joylardan qochishsanga. Mayli. Obunachilar, o'sha aytdim, 60 ta like bo'lsa, shunga o'xshash birorta joydan ekstremal qochishlar qilamiz Robloxda. Shu videoda mayli obunachilar 50 ta like yig'salaring. 50 ta like yig'salaring, qanday video qilishimiz mumkin? O'ylab ko'ramiz albatta obunachilar. Mayli. Sizlar hozircha 60 ta like yig'oringlar albatta hozir yangi videomizga va 50 ta like bo'lsa, biz grafika tuzib qo'yganmiz o'zi. 50 ta like dan keyin qanday video qilishimizni aytamiz sizlarga obunachilar. Ungacha sizlar tezda pastga tushib like bosinglar. Asosiysi 60 ta like dan keyin biz pushkasiga mo'ljallanmayapman men ham. 60 ta like dan keyin shunaqa ekstremal qochishlar qilamiz. Men tupika tiqib tashladi, bu tezroq qochish kerak. Давай, mana qanotiga qarab, ot. Ana ketyapti. Poshlo. Vamos! Mana yutdi. To'g'rog'i, hali qochganimiz yo'q. Endi men bu yerdan tarqayam. Mashinasiga o'tiramiz va bosdi. Nima qilib qo'ydim mashinani? Bo'ldi, to'g'rilandi. Voy, bo'ldi, buzib qochdi. Bo'ldimi, qochdimi yo? Chota hali yana borga o'xshayapti.
Davay, sakradi. Tak nimaga o'xshamayapti? Ha, вот это я tormoz miyani tupoyligini qaranglar obunachilar. Ticho, nima o'zicha menga narsa otyapti, men bilan boyiqmoqchi, men bilan urushmoqchi. Mayli, sen bilan o'chak ishlashib o'tirgan vaqtim yo'q, uka. Qoch, men o'zim ishimni qilaman, sen meni detskiy yoshlarga o'xshab otishmeni o'ynab yuraver. Tushib ketib qoldim. Detskiy rostdan ham otishma o'ynasa vacha qoqib tashlayman. Men yerda jonimni kuydiryapman, qamoqdan qochaman. U yerda otishma o'ynagisi kelyapti, yosh bola. Va vertolyot bo'ladi hozir. Mana yaxshi, vamos. Bo'ldi, qochdi. Bo'ldi, bari endi просто наблюдать qilsa ham bo'ladi. Albatta obunachilar video yoqdi deb o'ylayman. Agar video yoqqan bo'lsa albatta like, obuna bosib qo'yishni esdan chiqarmanglar. Sizlar bilan men bo'ldim, men siz Abdulboriy. Hammaga xayr. Albatta sizlar meni kanalimda bo'ldilaring. Hammaga xayr. Keyingi videolargacha ko'rishguncha xayr. Ciao kakao. Say no, I'm not like you, I don't think that you get it.